Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim va ko'plab insonlar uchun dolzarb bo'lgan mavzuda suhbatlashmoqchiman. Agar sizning nafaqangiz yoki yaqinlaringizning nafaqasi hozirgi kundagi tirikchilik minimumidan past bo'lsa, demak bu video aynan siz uchun. Men shu zahotiyoq aytmoqchimanki, bu maqsadlar juda ham jiddiy va uni e'tiborsiz qoldirish mutlaqo noto'g'ri. Bu nafaqat sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga yordam beradi, balki davlat tomonidan kafolatlangan huquqingizdir. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video oxirigacha sizda nafaqangizni tirikchilik minimumga qadar oshirish uchun barcha kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak. Avvallari keksa yoshdagi nogironligi bor va boquvchisini yo'qotgan fuqarolarimizga pensiya va nafaqalar tayinlash tizimi bir oz murakkabroq edi. Tirikchilik minimumi degan tushuncha qonunchilikda mavjud bo'lsa-da, uning real hayotdagi ta'siri va unga asoslanib qo'shimcha yordam olish mexanizmlari ko'pchilik uchun tushunarli emasdi yoki u qadar keng targ'ib qilinmasdi. Natijada ba'zi nafaqaxo'rlarimiz o'z nafaqalari tirikchilik minimumidan past bo'lsa ham qandaydir qo'shimcha yordam olish imkoniyatidan bexabar qolib kelishardi. Ko'p hollarda odamlar pensiya chiqqani shu. Bunga rozi bo'lish kerak degan fikr bilan yashashardi. Ular davlat tomonidan kam ta'minlangan aholi qatlamiga moddiy yordam ko'rsatilishi kafolatlanganligini bilishmasdi yoki bu yordamni olish uchun qayerga murojaat qilishni, qanday hujjatlar yig'ishni bilishmasdi. Hujjatlar yig'ish jarayoni ham ba'zida juda ko'p ovoragarchilik va byurokratik to'siqlarga duch kelardi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Hukumatimiz aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasida tirikchilik minimumi rasman belgilangan va har yili qayta ko'rib chiqiladi. Eng muhimi, hech bir fuqaroning pensiya yoki nafaqasi tirikchilik minimumidan past bo'lmasligi qonun bilan kafolatlangan. Bu degani, agar sizning tayinlangan nafaqangiz tirikchilik minimumidan past bo'lsa, siz avtomatik ravishda davlatdan qo'shimcha to'lov olish huquqiga egasiz. Bu avtomatika qanday ishlaydi deysizmi? Ba'zi hollarda bu avtomatika faqatgina pensiya fondi tizimida shaxsan sizning murojaatingizdan so'ng ishga tushishi mumkin. Shu sababli bu masalada faol bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish nihoyatda muhimdir. Keling, endi bu masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi mumkin. Birinchidan, tirikchilik minimumi nima degan savolga javob beraylik. Tirikchilik minimumi bu mamlakatimiz aholisining yashashi uchun zarur bo'lgan minimal moddiy va maishiy shart-sharoitlarni ta'minlashga yetadigan daromad miqdoridir. Boshqacha qilib aytganda, bu bir insonning oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar va boshqa eng zarur ehtiyojlarni qondirish uchun ketadigan eng kam pul miqdori. Bu miqdor har yili hukumat tomonidan tasdiqlanadi va iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, joriy yilda u taxminan hisobni tashkil etishi mumkin. Aniq raqamni doimiy ravishda Davlat statistika qo'mitasi yoki Moliya vazirligining rasmiy saytlaridan bilib olish mumkin. Agar sizning oylik pensiyangiz mana shu hisobdan kam bo'lsa, demak sizga qo'shimcha moddiy yordam tayinlanishi shart. Kimlar bu masalada tashvishlanishi kerak? Asosan, quyidagi toifalarga kiruvchi fuqarolarimiz o'z nafaqalarini tirikchilik minimumi bilan solishtirib ko'rishlari kerak. 1. Yolg'iz qariyalar va nogironligi bor fuqarolar. 2. Yolg'iz yashovchi pensionerlar, ayniqsa turmush o'rtoqlari vafot etgan yoki ajrashgan ayollar va erkaklar. Boquvchisini yo'qotgan pensiyasini oluvchilar. Ayniqsa agar oilada faqat bitta boquvchisini yo'qotgan shaxs bo'lsa va uning pensiyasi kam bo'lsa. 4. Qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari yoki boshqa nogiron oila a'zolari bo'lgan pensionerlar. 5. Pensiyadan tashqari boshqa daromadi deyarli bo'lmagan fuqarolar. Endi esa bir nechta hayotiy misollar keltiraman. Birinchi misol, Farg'onada yashovchi yetim yoshli Gulnora aya. Uning turmush o'rtog'i ancha yillar avval vafot etgan. Farzandlari chet elda ishlaydi, lekin ulardan muntazam yordam kelmaydi. Gulnora ayaning yagona daromadi 800 ming so'mlik pensiya. Aytaylik, joriy yilda tirikchilik minimumi bir kishi uchun 1000 so'm etib belgilangan. Ko'rib turganingizdek, Gulnora ayaning pensiyasi tirikchilik minimumidan 200 ming so'mga kam. Bu holatda Gulnora aya pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Murojaat qilgandan so'ng uning pensiyasiga har oy 200 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov tayinlanadi.
Shunda uning umumiy daromadi 1 million so'mga yetadi. Bu to'lov uning pensiyasi bilan birga to'lanadi. Ikkinchi misol. Toshkent shahrida yashovchi Otabek aka va Saodat opa. Ikkalasi ham pensioner. Otabek akaning pensiyasi 9 million so'm, Saodat opaning pensiyasi esa 7,5 million so'm. Ularning umumiy oilaviy pensiya daromadi 1 million 6,5 ming so'm. Aytaylik, 2 kishilik oila uchun tirikchilik minimumi 1 million 800 ming so'm etib belgilangan. Bu holatda ularning umumiy daromadi tirikchilik minimumidan 1,5 ming so'mga kam. Ular ham mahalla fuqarolar yig'iniga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ushbu farqni qoplashni so'rashlari mumkin. Ularning arizasi ko'rib chiqilib, har oyda oilasiga qo'shimcha 1,7 ming so'm to'lov ajratiladi. Uchinchi misol, Xorazm viloyatidan Mavluda opa. Uning pensiyasi 850 ming so'm. Qaramog'ida ishlamaydigan o'g'li va 2 nafar nabirasi bor. O'g'li va nabiralari nogironligi bor emas. Bu holatda Mavluda opaning o'zi uchun tirikchilik minimum belgilangan bo'lsa-da, uning oilasi ham hisobga olinishi kerak. Agar oila kam ta'minlangan deb topilsa, u holda oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad tirikchilik minimumidan past bo'lishi aniqlansa, Mavluda opa nafaqat o'z pensiyasiga qo'shimcha to'lov, balki bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam ham olishi mumkin. Bu biroz murakkabroq vaziyat bo'lib, bunda mahalla ijtimoiy xodimi va pensiya jamg'armasi mutaxassislari birgalikda ishlaydi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ba'zida faqat pensiyaning o'zigina emas, balki butun oilaning ijtimoiy ahvoli hisobga olinishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Aytaylik, sizning pensiyangiz 9,5 ming so'm. Ammo sizning mulkingiz bor va uni ijaraga berishdan har oy qo'shimcha 500 ming so'm daromad olasiz. Yoki sizning farzandlaringiz doimiy ravishda sizga moddiy yordam beradi va sizning umumiy daromadingiz tirikchilik minimumidan yuqori. Bu holatda siz qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'lmasligingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki mahalla fuqarolar yig'ini sizning jami daromadingizni va mulkiy holatingizni o'rganadi. Agar sizda boshqa daromad manbalari mavjud bo'lsa va bu daromadlar tirikchilik minimumidan yuqori bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lov tayinlanmaydi. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan juda muhim jihat shuki, davlat ijtimoiy himoyasining maqsadi har bir fuqaroning tirikchilik minimumidan past darajada yashamasligini ta'minlashdir. Bu degani, agar sizda davlat tomonidan tayinlangan pensiyadan tashqari boshqa daromad manbalari mavjud bo'lmasa yoki mavjud bo'lsa ham, ularning umumiy miqdori tirikchilik minimumidan past bo'lsa, sizda qo'shimcha yordam olish huquqi mavjud. Endi esa qoidadan istisnolar e'tibor berilishi lozim bo'lgan murakkab jihatlar va unchalik aniq bo'lmagan nuanslar haqida gaplashamiz. Birinchidan, oila tarkibining o'zgarishi. Bu juda muhim omil. Agar sizga pensiya tayinlangandan so'ng oila tarkibingizda o'zgarishlar yuz bersa, masalan turmush qursangiz, oila a'zolaringizdan kimdir vafot etsa yoki aksincha, qaramog'ingizga farzand yoki boshqa yaqinlaringiz kelsa, bu sizning qo'shimcha to'lov olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashaydigan ayolga tirikchilik minimumi chegarasigacha qo'shimcha to'lov tayinlandi. Ammo keyin u turmush o'rtog'iga turmushga chiqdi. Turmush o'rtog'ining pensiyasi yaxshi. Bu holatda ayaning umumiy oilaviy daromadi tirikchilik minimumidan oshib ketishi sababli unga tayinlangan qo'shimcha to'lov bekor qilinishi mumkin. Shuningdek, agar sizning yoningizda yashovchi voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlaringiz bo'lsa-yu, ular rasman ishlamasa, lekin real daromadga ega bo'lsa, bu ham tekshiruv jarayonida inobatga olinishi mumkin. Bu yerda mahalla fuqarolar yig'inining ijtimoiy xodimi faol rol o'ynaydi. U oilaning real ahvolini o'rganadi. Ikkinchidan, oshkor etilmagan daromadlar va mol-mulk. Ba'zi fuqarolar pensiyadan tashqari norasmiy daromadga ega bo'lishlari yoki o'z nomlarida ro'yxatdan o'tmagan mol-mulkka ega bo'lishlari mumkin. Bu holatda agar pensiya jamg'armasi yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan bu ma'lumotlar aniqlansa, nafaqat qo'shimcha to'lovni olish imkoniyati yo'qqa chiqishi, balki noto'g'ri ma'lumot berilganligi uchun huquqiy javobgarlik ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilayotganda barcha ma'lumotlarni to'g'ri va to'liq taqdim etish juda muhimdir. Masalan, agar sizning nomingizda yozilgan kvartira yoki uy bo'lsa-yu, siz uni ijaraga bergan bo'lsangiz, lekin bu daromadni ko'rsatmasangiz, bu muammo tug'dirishi mumkin. Uchinchidan, bürokratik kechikishlar va ularni qanday hal qilish. Afsuski,
Ba'zida hujjatlarni ko'rib chiqishda yoki to'lovlarni amalga oshirishda kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu holatda birinchi navbatda murojaat qilgan idorangizga, pensiya jamg'armasi bo'limiga borib holatni aniqlash lozim. Agar muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, pensiya jamg'armasining hududiy boshqarmasiga yoki hatto fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu jarayonda har bir murojaatingizga raqam berilishini va yozma javob talab qilishni unutmang. Yozma murojaat odatda tezroq ko'rib chiqiladi va unga javob berish majburiy hisoblanadi. 4-dan pensiya va nafaqa o'rtasidagi farq. Ushbu videoda biz ko'proq pensiya so'zini ishlatayapmiz, lekin aslida bu yerda pensiyaga qo'shiladigan nafaqa, ya'ni qo'shimcha to'lov haqida gap ketyapti. Pensiya bu mehnat staji va to'langan ijtimoiy sug'urta badallari asosida tayinlanadigan doimiy to'lov. Nafaqa esa odatda ijtimoiy himoya maqsadida muayyan sharoitlar, masalan, kam ta'minlanganlik, bolaning borligi, nogironlik asosida beriladigan moddiy yordamdir. Bizning holatda tirikchilik minimumidan past bo'lgan pensiyani oshirish uchun beriladigan to'lov aslida nafaqaning bir turi bo'lib, u pensiyangizga qo'shimcha ravishda beriladi. Shu sababli siz o'z nafaqangizni olishda davom etasiz, faqat unga qo'shimcha pul o'tkaziladi. 5-dan mahallaning roli. Yuqorida aytib o'tganimdek, mahalla fuqarolar yig'inlari, ayniqsa mahalla raisi va ijtimoiy xodimi bu jarayonda muhim o'rin tutadi. Ular sizning oilaviy ahvolingizni, daromadlaringizni, yashash sharoitlaringizni o'rganib chiqadi va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Ular sizni pensiya jamg'armasiga yo'naltirishi, zarur ma'lumotnomalarni berishi yoki xat ma'lumotnomalarini berish uchun pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishi mumkin. Mahalla davlat va fuqaro o'rtasidagi birinchi ko'prikdir. Shuning uchun avvalo o'z mahallangizga murojaat qilishdan tortinmang. Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-qadam ko'rsatmalar. Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Avvalo o'zingizning hozirgi pensiya miqdoringizni aniqlab oling. Agar siz uni aniq bilmasangiz, pensiya guvohnomangizga qarang yoki Xalq banki filialiga borib, so'nggi to'lovlaringiz haqida ma'lumot oling. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasida joriy yil uchun belgilangan tirikchilik minimum miqdorini aniqlang. Bu ma'lumotni Davlat statistika qo'mitasi, Moliya vazirligi yoki Mehnat vazirligining rasmiy veb-saytlaridan topishingiz mumkin. Ba'zida ushbu ma'lumotlar yangiliklarda ham e'lon qilib boriladi. Bu ikki raqamni solishtiring. Agar sizning pensiyangiz tirikchilik minimumidan past bo'lsa, demak keyingi qadamlarga o'tishingiz kerak. Ikkinchi qadam: qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi va eng samarali yo'l bu o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qilish. Siz ushbu bo'limga shaxsan borishingiz yoki yaqinlaringiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myPodgov.uz orqali elektron murojaat yuborish imkoniyati ham mavjud. Bu ayniqsa sog'lig'i yomon yoki uzoq joyda yashaydiganlar uchun qulaydir. Ammo shaxsan borish ko'pincha tezroq natija beradi, chunki siz savollarga joyida javob olishingiz mumkin. Ba'zida esa avval mahalla fuqarolar yig'iniga borib maslahat olish ham maqsadga muvofiqdir. Ular sizga qanday hujjatlar kerakligini aniq aytib berishadi. 3-qadam: qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi, lekin aniq ro'yxatni pensiya jamg'armasining o'zidan so'rab olishingiz shart. 1. Ariza. Pensiya jamg'armasi bo'limida beriladigan maxsus shakldagi ariza blankasini to'ldirasiz. Unda sizning ism-sharifingiz, yashash manzilingiz, pensiya miqdoringiz va tirikchilik minimumidan kam bo'lganligi sababli qo'shimcha to'lov tayinlashni so'rashingiz yoziladi. 2. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi. 3. Pensiya guvohnomasining nusxasi. 4. Oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma. Ushbu ma'lumotnomani mahalla fuqarolar yig'inidan olasiz. Unda oilangizda kimlar yashashi, ularning yoshi va bandligi haqida ma'lumotlar aks etadi. 5. Oilaning daromadlari haqida ma'lumotnoma. Agar oilangizda boshqa ishlovchi a'zolar bo'lsa, ularning daromadlari haqidagi ma'lumotnomalar ham talab qilinishi mumkin. Bu ish joyidan olinadi. Agar hech kim ishlamasa, bu haqda mahalla ma'lumotnomasida ko'rsatilishi mumkin. 6. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari. Qo'shimcha to'lovni olish uchun sizning bank kartangiz yoki hisob raqamingiz bo'lishi kerak. Bu ma'lumotni bankdan olishingiz mumkin. 4-qadam: arizani to'ldirish va topshirish. Arizani to'ldirishda barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq kiritishga harakat qiling. Xato ma'lumotlar hujjatlaringizni ko'rib chiqish
muddatini uzaytirishi yoki rad javobiga sabab bo'lishi mumkin. Arizani va kerakli hujjatlarni pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring. Hujjatlaringiz qabul qilinganligi haqida sizga xabarnoma yoki hujjatlarning ro'yxati berilishi kerak. Bu hujjatni saqlab qo'ying. Chunki u sizning murojaatingizni tasdiqlaydi. 5-qadam murojaatni kuzatish va javob kutish. Arizangiz ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda bir oydan oshmaydi. Shu muddat ichida pensiya jamg'armasi sizning oilaviy ahvolingizni, daromadlaringizni tekshiradi. Ba'zida mahalla fuqarolar yig'inining ijtimoiy xodimi uy sharoitlariga baho berish uchun sizning uyingizga tashrif buyurishi mumkin. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz, yuqorida aytganimdek, murojaat qilgan idorangizga qayta murojaat qiling va javob talab qiling. Agar javob sizni qoniqtirmasa yoki bürokratik to'siqlarga duch kelsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, pensiya jamg'armasining viloyat bo'limi, Moliya vazirligi, xalq qabulxonalari yoki hatto prokuratura murojaat qilish huquqiga egasiz. Sizning bu harakatlaringiz faqatgina o'zingiz uchun emas, balki davlatning aholi ijtimoiy himoyasi bo'yicha siyosatini amalga oshirishga ham yordam beradi. Unutmang, sizning bu huquqingiz qonun bilan kafolatlangan va uni amalga oshirishga sizning o'zingiz ham yordam berishingiz kerak. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugun biz siz bilan pensiyasi tirikchilik minimumidan past bo'lgan fuqarolarimiz uchun juda muhim bo'lgan mavzuni batafsil ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, men keltirgan ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi va o'z huquqlaringizni amalga oshirishga undaydi. Hech qachon o'zingizni yolg'iz his qilmangdi. Davlatimiz har doim ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlaydi. Eng asosiysi bu o'z huquqlarini bilish va ularni himoya qilishdan cho'chmaslik. Bu to'lovlar balki eng asosiy ehtiyojlaringizni qondirish uchun mo'ljallangan. Agar sizda yana savollar tug'ilgan bo'lsa yoki mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni baham ko'rishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qimmatlidir. Ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Zero sizning bir sharingiz kimningdir hayotini yaxshilashga yordam berishi mumkin va albatta kanalimizga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.